Hurmatli kuzatuvchilar, bu hafta qilgan ishlarimiz haqida ozgina ma'lumot bersak. Hafta birinchi kuni Wildberries konferensiyasi bo'ldi. Taxminan 100 tacha korxonadan vakillar kelishdi. O'zbekistonlik korxonalar Toshkentda bo'ldi bu narsa. Wildberriesga olib chiqishmoqchi, ko'p korxonalarni savdolarini yordam berishmoqchi. Shuning uchun o'sha konferensiyani tashkil qilib, o'zbek korxonalari bilan, Wildberriesga kirmagan korxonalar bilan tanishib, o'zlarini yangi programmalarini taqdim qilishdi. Bu orada biz shogirdlarimiz ham kelishdi, korxona rahbarlari imkoni bo'lganda kelishdi. Qolganlariga biz lichkada ma'lumot berdik, nimalar bo'lgan, nimalar qilgan haqida ma'lumotlar berdik. Bundan tashqari o'zim bilan tanishmoqchi bo'lgan ayrim korxonalar kelishdi. Har xil viloyatlardan kimdir sochiq ishlab chiqaradi, kimdir pastiniy belyo ishlab chiqaradi, kimdir paypon ishlab chiqaradi, turli xil mahsulotlar ishlab chiqarishar ekan. Shular hozircha ayrimlari ichki bozorga ishlashadi, ayrimlari tashqi bozorga ham ichki bozorga ishlashadi. Shular bilan maslahatlar qildik, uchrashuvlar qildik. Keyin o'sha ichki bozorda ularni marketing strategiyasini o'rgandim. Gaplashdik, maslahatlar berdik, qilgan ishlarimiz haqida ma'lumotlar berdik. Ustiga qilinishi kerak bo'lgan narsalar haqida ma'lumotlar berdik. Endi ko'pchiligi o'sha biz qilgan ishlarimizni ko'rib ozgina cho'kib tushishdi. Biz bu haqida o'ylamagan ekanmiz deyishdi. Endi sekin o'rgatamiz, Xudo xolasa. Maslahat beramiz, treninglar o'tkazamiz, kurslarga taklif qilamiz, mana shunaqada. O'sha keyingi haftadan ayrimlar bilan ish boshlaymiz. Endi bundan keyin anaqa bilan uchrashdik. Kechagina Rossiyada Napolka degan proyekt bor ekan. Bu B2B segmentda. Ya'ni hozir bizada B2C segmentda uzun bo'lsa, ularni proyekti B2B segmentda shu uzunga o'xshagan Napolka Rossiyada shu franchiza bilan ishlashayotgan ekan. O'zbekistonda nomini o'zgartirib ishni 15-dan boshlashar ekan. Bu proyektda nima bo'ladi? Ya'ni xuddi uzunga o'xshagan kabinetingiz ochasiz, do'koningiz ochasiz, ishlab chiqaruvchilar do'konni ochadi. Platforma o'zlarining agentlari bor ekan. Shu agentlar butun Toshkent bo'yicha, hozircha butun Toshkent bo'yicha shu do'konlar bilan gaplashib, ulardan zayavkalarni olishar ekan, sizlarni ishlab chiqaruvchilarni mahsulotlarini taklif qilishar ekan. Ya'ni bu zo'r narsa bu yerda. Sizga agent nima desa bo'ladi, qanaqadir darajada ishlab chiqaruvchilarga agentlarni ishga olish hojati qolmaydi-da, bo'lmayapti-da. Ya'ni sizning nomingizdan shu platforma o'zlarini agentlarini Toshkentdagi do'konlarga jo'natishadi. Do'kondan tashqari xorika, ya'ni otellar, har xil ishxonalar, otellar deganda misol uchun mana kimdir sochiq ishlab chiqaradi, xalatlar ishlab chiqaradi, pastiniy belyo ishlab chiqaradi. Shu mahsulotlarni bemalol shu marketplace'da joylashtirsa bo'ladi. O'shdan klientlar chiqib primoy zayavka bilan ishlab chiqaruvchilarga chiqishadi. Bemalol mahsulotlarini sotsa bo'ladi. Lekin o'rta shunaqa talab, sizda mahsulot tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni skladingizda mahsulot bo'lishi kerak. Tracking deydi. Ya'ni klient sizga pul to'lagandan keyin klient ko'ra oladi bemalol mahsulot qattanligini.
qanaqa holatda statusini ko'rsa bo'ladi bemalol. Ya'ni pul to'landi, okey, keyin skladdan chiqdimi, chiqmadimi, yo'ldami, yetib keldimi, o'sha klient skladiga yetib bormadimi, shunga o'xshagan narsalarni zo'r proyekt qilishdi, menga yoqdi. Men o'zim mahsulotlarimizni plus shogirdlar deganda shu korxonalarni, bizada o'qiyotgan korxonalarni mahsulotlarini qo'yishni rejaladik. Keyingi hafta bular bilan ham birga ishni boshlaymiz, Xudo xohlasa. O'shaning uchun bizni kuzatib boringlar. Bu yerda hali yangi proyektlar bor, yangi ishlar bor. Hammasi bilan sekin endi qo'ldan kelgancha tanishtirib boramiz. Men bu o'sha Napolki proyekti bo'yicha hali yana to'liqroq ma'lumot qo'yaman, chunki men hali biz taxminan bir 2 soatcha gaplashdik. Juda qiziq, lekin men sizlarga hozir to'liq ma'lumot bera olmayman. Balki o'zim kirib, ishlatib, mana shunaqa zo'r ekan yoki savdo ketyapti, ketmayapti deb aytolmayman, chunki hali endi ish boshlamoqchimiz. Ish boshlaganimizdan keyin to'liqroq ma'lumotni o'zim beraman. Ulardan hali yana reklama ma'lumotlari berishlarini gaplashdik. Ularni ham akkauntimizda joylashtirib ketamiz. Bundan tashqari hafta Stampa tekstil bilan uchrashdik. Men ularni anchadan beri bilardim o'zim ham. Rahbari bilan tanishmiz, Ilhombek bilan. Bular O'zbekiston bozorida sifatli material, trikotaj materiallarini ishlab chiqarishadi. Qo'ylovda joylashgan. Ustiga keyin bularda sifrovoy pechatlari bor. Ajoyib pechatlari bor. Bu bo'yicha hali ularni ham ma'lumotini joylashtiraman. Kimga mabodo pechat kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki material kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Stampa tekstilga chiqishlari mumkin. Xudo xohlasa pechatlari uncha-muncha joy qilolmaydigan pechatlari, оборудованиялari, uskunalari bor ekan. Bularni ham sekin akkauntga joylashtirib boramiz. Keyingi hafta endi yana bir nechta uchrashuvlarimiz bor. Bu ZOSH tikuv mashinalari, keyin Baoyu tikuv mashinalari, ya'ni ishni endi boshlamoqchi bo'lganlarga bu bir. Ikkinchidan, hozir yangi mashina olmoqchi bo'lganlarga obzorini qilamiz, ma'lumotlarini beramiz. Bundan tashqari Tekstil Courses degan korxona bor, Yengil sanoat institutida. Ular bilan ularning faoliyati haqida keyingi hafta ma'lumot beramiz. Ya'ni juda ajoyib kurslar bor ekan, ishlab chiqarishga to'g'ri keladigan. Ya'ni shu materiallar, mahsulot qanaqa ishlab chiqarish, ya'ni lekalalar qanaqa tuzish kerak, shunga o'xshagan kurslari bor ekan. Biz ular bilan tanishib, kurslari bilan tanishib, shu kurslar haqida ma'lumotlarni berishni rejalaganmiz. Ya'niki qanaqa ishlab chiqarish jarayonini ularda o'rganadigan bo'lsa, bizda misol uchun marketing, savdo yoki eksportni o'rganishadigan bo'lsa, zanjir полный bo'ladi-da. Bundan tashqari biz hozir kutayotgan narsa ITG kompaniya O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan rahbari bilan shu narsani kelishdik. Biz ya'ni shu ITG Xiamen Global Fortune 500 ga kiradi. Dunyoda 142-o'rinda turar ekan.
gigant kompaniya ekan. Shu O'zbekistonga Xitoydan xom ashyoni olib kelish bo'yicha biza konsultatsiyalarini oldik. Ya'ni biz ularga konsultatsiya beradigan bo'ldik. Hozircha O'zbekiston hududi va adashmasam shu O'rta Osiyoni ham olamizda. Ya'ni shunaqa gap bo'ldiki, O'rta Osiyo, O'zbekiston va O'rta Osiyo bo'yicha bularga tekstil bo'yicha konsultant bo'ldik. Birinchi partiya bu tikuv iplarini olib kelishmoqchi. Ya'ni O'zbekistonda, Toshkentda va Vodiyda sklad rejalangan. O'tga ishlar boshlandi, harakatlar boshlandi bu bo'yicha. O'tga xom ashyo olib kelinadi. Ya'niki iplar O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan turli xil iplar, o'rta, ya'ni arzon, o'rta, qimmat turli iplar olib kelish rejalangan. Bu bir. Ikkinchidan, ya'ni material, O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan turli xil materiallar. Bu asosan sintetika, polyester dan tarkibi 100% sintetika yoki aralash har xil materiallar. Shu uniforma, spetsiyalistlarga maxsus formalarga rejalangan materiallar, furnituralar har xil O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan, shuni bazasini O'zbekistonda qilishni bular bilan biz rejaladik. Shu ustida hozir ish ketyapti. Buni ham ma'lumotlarini ham Instagramda, ham YouTube'da, balkim boshqa anaqalarda ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham qo'yib boramiz, Xudo xolasa. Bizni kuzatishni davom etinglar. Yaxshi yangiliklar bo'ladi. Yana orada hozir Qozog'istonda detstvo degan ko'rgazma bo'ladi. Biz ularni O'zbekistondagi informatsion partnyori desak bo'ladi, o'zbekchasiga. Ular haqida to'liq ma'lumotni qo'yib boramiz. Plus Rossiyada kuzda bo'ladigan выставка haqida ular bilan ham shu hozir kelishdik. O'zbekistondagi, ya'ni endi media bo'lmaydi-yu. Shu tekstilchilarga shu nima foydasi tegadi, bir. Ikkinchidan, qanaqa qatnashish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak bo'yicha birga harakat qilishni bular bilan kelishdik. Выставка bo'yicha endi balkim hozir Mayamida kuzda выставка bo'ladi. O'zbekistonlik korxonalar, adashmasam Mayamida, balkim boshqa shaharda ham bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik korxonalarni kutishyapti. Shu Walmart ham, Costco'si ham, boshqasi ham o'zbekistonlik korxonalarni kutishyapti. Shu boshqa saytlar ham kutishyapti. O'shanga ozgina tayyorgarlik ko'ramiz. Endi nasib qilsa o'tga boramiz. Balkim Xudo xolasa bu bo'yicha ma'lumotlarni berib boramiz.